Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Inomjon Official kanalga xush kelibsizlar. Kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Qani unda biz videomizni boshladik. Xo'p do'stlar, biz mana shu orolchada 100 kun vijivaniya qilishimiz kerak. Biz videoni kuzatishda davom eting. Video juda ham qiziqarli bo'ladi. Qani biz videomizni boshladik. Xo'p do'stlar, biz birinchi bo'lib daraxt chopib olamiz. Va do'stlar, biz o'zimizga kerakli bo'lgan daraxtlarni chopib oldik. Endi bulardan bizga kerakli bo'lgan instrumentlarni yasab olamiz. Va biz kirka yasab oldik. Endi bo'lsa biz toshga olamiz. Va do'stlar, yo'limizdan temir chiqdi. Temir bizga hali juda ham ko'p kerak bo'ladi. Va do'stlar, biz mana buni qilib o'zimizga shaxtacha yasab oldik. Qani bo'lmasam endi toshdan o'zimizga kerakli bo'lgan instrumentlarni yasaymiz. Biz toshdan o'zimizga kerakli bo'lgan instrumentlarni yasab oldik. Endi bo'lsa biz shaxtamizga tushamiz. Va shaxtamizdagi temirni qo'yamiz. Va bu yerda temir men o'ylaganimdan ham ko'p ekan do'stlar. Va do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, biz 8 donagina temir topdik. Endi biz o'zimizga ozgina oziq-ovqat yig'ib olishimiz kerak. Ko'rishingiz mumkin, biz olma topdik. Va mana bu yerdagi qo'ylardan hozir biz go'sht olamiz. Mana bu yerda cho'chqa bor ekan, biz cho'chqani o'ldirmaymiz. Va do'stlar, men o'zimga tovuq boqib oldim, lekin bu tovuqni o'ldirib tashlayman. Ha 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 ha. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin, biz ozgina oziq-ovqat va jun to'plab olganmiz. Endi bu jundan biz o'zimizga yotoq yasaymiz, ya'ni kravat. Va biz uxlaymiz va shuna qilib birinchi kunimiz o'z nihoyasiga yetdi. Va mana do'stlar, bizning ikkinchi kunimiz boshlandi. Ikkinchi kunda biz nima qilamiz? Biz o'zimiz uchun yaroqli baza qurishimiz kerak. Qani bo'lmasam ketdi. Birinchi o'rinda biz pechka yasab olamiz. Mana bu 8 dona temirimizni eritishimiz uchun. Va biz mana bu 8 dona temirimizni eritib olamiz. Xo'p, bu yerga mana va endi biz daraxt chopishni boshlaymiz. Va do'stlar, biz o'zimizga kerakli bo'lgan daraxtlarni kovlab oldik va mana tosh boltam ham sinib ketdi. Endi biz yangi bolta yasaymiz va qornimizni to'yg'izib olamiz. Va do'stlar, biz shuni qilib biz ikkinchi kunimizni ham o'tkazdik va endi 3-kunga olg'a. Va do'stlar, bizda 3-kun va biz qiladigan ishimiz bu shaxtadan biz o'zimizga kerakli bo'lgan instrumentlarni olamiz, ya'ni o'zimizga resurs olib olamiz. Va do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, biz 3 soat deganda biz 1 stak olmos va 42 ta oltin to'pladik. Undan tashqari biz temirdan kiyinib ham oldik. Va endi biz mana bu skelet bilan birga bir jang qilib ko'ramiz. Qaniki jang qilamiz ham bilan.
Va do'stlar, men skelet bilan hali ham jang qilaman. Sekin skeletni oldiga kelib oldim. Endi u bilan birga bir jang qilaman. Mana bu yerga kelib creeper porlab ketdi. La'nat jin ursin. Skelet juda ham kuchli ekan u, ayniqsa suvda. Men uchun qayiqqa o'tqaza olarmikin mana. Yo'q. Ke. Yo'q, o'zimni o'ldirib tashlaydi, yo'q. Ketdim, yaxshi. Orqaga qaytaman. Chunki u bilan birga bir jang qilish juda ham qiyin. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkin, bu skeletni men qayiqqa o'tkazib qo'ydim. Xo'p, endi uni o'ldiramiz. Bitta ovqatlanmali. Xo'p, qani skelet, sen bilan jang qilaman. Yo. Skelet juda ham kuchli-ku. Va do'stlar, ko'rishingiz mumkin, men olmosli qilib jasad keldim. Va biz skeletni o'ldirdik. Va nihoyat skeletni ham o'ldirganmiz. Skeletni o'ldirdik. Endi biz ana bu orolga borib o'zimizga uy quramiz. Va do'stlar, mana bu orolchaga ham kelib oldik. Endi biz mana shu yerda uy quramiz. Do'stlar, biz videoni shu joyga kelganda yakunlaymiz do'stlar. Albatta bu video sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videomga like bosib qo'ying, kommentariyaga izohingizni yozib qoldiring va kanalga obuna bo'ling. Agar videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, biz sizlardan uzr so'raymiz. Chunki men hali yoshman, YouTube'da tajribasizman. Men YouTube'ga endi kirib keldim. Va kanalga obuna bo'ling. Siz bilan ko'rishguncha deb qolamiz.